Men Qadırbayeva Umida sportning parapowerlifting sportiga 6 oydan beri qatnashaman va kecha bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston kubogida faqirli birinchi o'rinni egalladim va noyabr oyida bo'lib o'tadigan musobaqaga qatnashaman. Keyingi yili Osiyo jahon chempionatiga qatnashib, O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish niyatim bor. Men Talg'at Husaynov sportning parapowerlifting turi bo'yicha murabbiyman. Ushbu sport turini 2025-yil sentabr oyida boshladim va shu kunga erishayotgan shogirdlarim Qoraqalpog'iston kubogi va chempionati faxrli o'rinlar egallab kelyapti. Aytib o'tsak, kecha bo'lgan Qoraqalpog'iston kubogida 8 ta shogirdim qatnashib, ulardan 5 tasi faxrli o'rinlar egalladi va birinchi o'rin olgan shogirdlar noyabr oyida bo'ladigan O'zbekiston kubogiga qatnashadi.